1-sanadan 9-sanagacha tug'ilganlarda bittadan dasturi bo'ladi va anchaga osonroq, yengilroq bo'ladi. Asosiy hayotdagi og'irliklari shu hayotlaridagi noto'g'ri tanlovlari orqali bo'ladi. Ya'ni ularning karmalari boshqalarga qaraganda anchaga yengildir. Ular ham o'z dasturlarini bundan avvalgi roligimdagi dasturlarga ko'ra bilishlari mumkin. 1 sanada tug'ilganlar 1, 2 sanada tug'ilganlar 2, 3 sanadagilar 3-programma va hokazo. Shunday qilib, qaysi sanada tug'ilgan kuni raqami bo'lsa, shu raqam bo'yicha karma dasturi raqami bo'ladi. 10-sanada tug'ilganlar esa merkantilnost aytilgan. Ya'ni o'tmishida odam faqat o'z manfaatida harakat qilgan. O'ziga material foyda ko'rmasa, hech nima qilmagan. U hozirda ham shunday bo'lishi kutiladi. U o'zini hisob-kitobli, pragmatik deb biladi va bunday odam o'zgalar tomonidan ko'pincha negativ qabul qilinadi. U hayotida ko'p narsalarni, ya'ni ko'pgina omadlarni aynan mana shu faqatgina o'ziga manfaat ko'zlaganini ortidan yo'qotib qo'yishi mumkin. 10 bu fortuna. 10da omad juda ham katta. Yuqoriga chiqqanda ham juda ham balandga, ammo xato harakatlari ortidan pastga tushganda esa juda ham pastga og'riqli qulab tushishi mumkin. Shunday qilib 10ning dasturi bo'yicha karmasi bu faqatgina o'ziga manfaat ko'zlashidaligi aytilgan. Bu holati unga juda ham ko'p muammolar tug'dirishi mumkin. Bu masalada chuqurroq o'ylab hayotini tahlil qilib ko'rsa, u albatta ko'p masalalarini, sababini, yechimini ham topishi mumkin. Ushbu dasturlar orqali qanday qilib ishlashni tushunmaganlar bo'lsa, alohida konsultatsiyada bilib olishlari mumkin. Bu uchun quyidagi raqam orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.